bir hali tushgan yo'qman, endi berib kerak bo'lsa deganini olib kelaverdim. Yaxshi-da. Qayerdansiz? Namangan. Namangan tumani. Og'riqqa ancha qattiq shikilgan. Yaxshi. Aql o'girlingchi? Qaqa. Bu yoqqa. Umurtqada qiyshayishlar bor ekan. Bir tomonga tortibdi. Bormi og'riq? Mana shunda. Bu yoqqa egilolmayman. Bu yoqqa egilolmaysiz. Bu yoqqa qilaman. Bu yoqqa egilaverasiz. Chapga? Yo'q, chapga egilolmayman. Chapga egilolmaysiz. Hop. Oyoq uchida yuringchi. Oyoq uchida yuring. Yuring. Jo'yaptimi? Yo'q. Menga qarab tovonda yuring, qo'shnada. Lekin cheklanish bor. Yuravering. Og'riyaptimi? Toliqish bor, ha? Toliqish. O'g'irlik. Urganimda-chi? Yo'q, sezma. Urganimda yo'q. Yo'q. Abi yelkalaringiz bir tomon pasayib ketibdi. Bu qiyshaysh hisobiga bo'lyapti. Hop, o'tirib turish qanaqa? O'tiringchi. Mana shunday harakat bor-kunda. Kuch nima qilasiz-ku? Ana o'shanda mana shu yerda bor. To'mg'aza qismida. Endi o'tirib turish o'ta turish. Hozir bundoq qilsam o'tirib turaman. Hozir qiynalsam ham o'tirib turaman, bilamiz. Lekin baribir ana nima deydi? Qiyshayib turmasam tura olmayman. Qani, chiqing bu yoqqa. Yo'qchi osmonga qarab. Osmon qarab yotish kerak? Ana mana shu harakatimda bor. Bosh shu tomonda qilasiz. Bosh yoqqa qilaman. Mana to'yapib, nasib qilib qo'yapsan. Asta. Mana shu harakatda kuchli-da. Yordam beraman, yordam bersangiz, ha? Yotib olaman. Sekin, hushyor bo'lib. Oyoqlar yaxshi tekis. Ko'targanimda og'riq keladimi? Uribmi, bir pay tortishmaydi. Mana shu yerda bor, lekin yo'q. Toliqish bor, ha? Shunaqa. Hop, mana. Bundachi? Yo'q. Mana aylantirganimda bo'lyaptimi? Yo'q. Bundachi? Yo'q. Hop. Bundachi? Bo'lyaptimi? Yo'q. Hop, yaxshi. Endi o'tiring. O'tiring. O'tirishda bo'ladi-da. O'tirishda og'riq bo'ladi-da. Bo'ldi, yotavering bo'lmasam. Bu holat qachondan beri bor aka bu? Bu belim og'rig'i boshlanganiga bir 10 yildan oshgan. Endi uy-sharoitda ham davolanib yurganman. O'tgan ketgan. Endi sekin-sekin o'tgan yili qancha yetimdan tortib og'ridi. Hop. Endi men bo'lgan narsani aytsam, Banisida yotdim, Greja deyishdi. Endi unda emitda qilmovdim. Banisidan chiqdimda, bugun kelgan bo'lsam, ertasiga umuman yurolmay qoldim. Banisiga kelgandan keyin. Uyga kelgandan keyin. Uyga kelgandan keyin. Banisiga yotib, bir hafta 10 kun davolanib, keyin uyga borgandan umuman yurolmay qoldim. Keyin o'zimizda bir travmatolog deyiladimi, vrachlar. Ularga bordim, o'shanda emitga tushiruvdi. Mana emitda qog'ozim o'sha. Keyin ular aytdiki, operatsiya qilmasa tuzalmaydigan bo'lib qolibdi bu dedi. Greja o'ta kattarib ketgan dedi. Keyin umuman ha bo'lib keldi, keyin uyda yotib
Nima endi hozir sizlarda sohalar qanaqa? Kastropol degan nimalar ham bormi? Kastaprav. Kastaprov. Aha. Ana o'sha odamga bordim. Bir kishi maslahat beruvdi. Unga borsam ular tekshirib ko'rdi, aka dedi, grija emas dedi. Buni endi boshlanganiga dedi bir 3 oy bo'ldi. Orada bir yengillab tuzaldim uyda. Yana yengil og'riq bor edi. Больницада yotib chiqdim. Bunisini rostiga o'zimda bir nagruska hozir больницаdan chiqqanim mumkin bo'ldi. Uyda bir hafta o'tgandan keyin bir nagruska nima bilan Ya'ni paydo bo'lib mashq qoldi. holatga kuchaytirib oldim. Ha, tushunardim. Aha. Panjalar ham og'riydimi? Ha? Panjalaringiz ham og'riydimi? Yo'q, panjalarim, oyoqlarimda umuman yo'q. Men faqat endi nima domg'aza deydimi, nima deydi? Aha. Shu oyog'imda tortishish, boshqa nimalarimda umuman yo'q. Aha. O'tgan yili o'sha nimaga tushib, mashina nima deganda ham oyoqlarimdan tortmagan-ku, mashinadan nima bo'lgan? Belim oyog'imdan tortmagan unda ham mana shu grijaga, MRT qildirishimda ham. Hop, oldingi holatda mana 4,5 millimetrlik grija bo'lgan ekan, bittasi 4 millimetrlik grija bo'lgan ekan. Aha. Bittasi mana L2 L3 da 5,5 millimetrlik, 53 L4 da 4 millimetrlik grija va L4 L5 umurtqa suyagida 4,5 ekan. 4,5 millimetrlik grija deb yozibdi, medianniy grija. Va undan tashqari o'ng tomonga ozgina siljigan ekan umurtqangiz. O'ng tomonlama. Chap tomon nervlarini bosib turibdi. Va protruziya bor. L1, L2 va L5, S1 nuqtada protruziya ko'rsatyapti. 3,5 millimetrlik protruziya deb ko'rsatyapti. Hop. Hozirgi holatingizda aka sizga deformatsiyalanib qolgan ildizli og'riq desa ham bo'laveradi bu narsani. Ya'ni lumboy shalgiya deydi bu narsani. Shamollashlar ham qo'shilib qolibdi sizga aka hozir. Bu oldingi 1 yil oldingi ekan bu nimangiz, slimkangiz umurtqa kanallari torroq ko'rinyapti rentgenda. Sizga endi hozir tavsiyamiz aka, hozir sizni suyaklaringizni bir joyiga keltirib hozir sizni suyagingiz shunaqaki, ana yuklama qilgansiz-ku umurtqaga yuklama qilganingiz hisobiga umurtqa suyaklaringiz ezilib turib, tog'aylar o'sha atrofidagi nerv tolalariga tegib turibdi. Tegish hisobiga bosh miyadan kelayotgan impulslar shu oyoqlaringizga o'tgan impulslar o'tmayapti, o'sha beldan o'tmayapti. Tasavvur qiling shunaqa. Hop, mana bu holatda, ya'ni mana suyaklaringiz ezilib turibdi-da, ezilgan suyak grijani chiqaryapti, mana tog'ayiga ezilib turib, nervga tegizib turibdi. Bu tekkan joydan impuls o'tmaydi, miyadan kelyapti, impuls o'tmaydi-da, natijada sizga harakatlaringizni cheklaydi. O'ngga chapga egilganingizda og'riq bor, oyoqlaringizni ko'targaningizda cheklanishlar bor. Kerak bo'lsa hozir o'tirishingiz ham qiyin bo'lyapti hozir. Sizga hammanikida mana yonidan chiqadigan bo'lsa, mana bir tomonlama qisadigan bo'lsa, medianni, ya'ni o'rtadan chiqyapti. O'rtadan chiqqaning uchun o'tira olmayapsiz ham. Deyarli engishish ham qiyin bo'lyapti. Engishish ham bo'lmayapti. Endi buni davosi o'sha hozir men sizga yengil точный kitayskiy massaj qilaman-da, undan tashqari manual terapiya, kinezoterapiya uslublarini uyg'unlashtirib davolayman va fizioterapevtik muolajalar, lazer, ultrazvuk, elektroforez yo'nalishlarini uyg'unlashtiraman. Keyin bir yallig'lanishni yo'qotadigan va mana tog'ay ezilish hisobiga, ya'ni mana yorug'lar paydo bo'lib qolyapti-da sizga. Bu yorug' degani o'sha grija degani. Bu lug'aviy ma'nosi yorilish degan ma'noni bildiradi. Grijani lug'aviy ma'nosi o'zi yorilish. Ba'zilarda mana qornida grija bo'lib qoladi. Uni abdominalniy grija deydi, ya'ni qorin tomonidan chiqqan grija. Bu endi disksimon suyakdagi yorilish, ya'ni disk grijasi. Disk grijasi.
Endi hozir yallig'larni yo'qotib, yorug'i bitkizib qo'ysak, mana belingizdagi shish bor hozir ezilish hisobi. O'shani qaytarib qo'ysak, bu narsa tuzaladi. Shularni uyg'unlashtirib davolaymiz, effekt yaxshi bo'ladi sizga. Hozir men sizga muolaja qilishdan oldin so'rab olay. Qanaqa ko'ra oldingiz hozir? Yo'lkiguncha. Qo'llarimni nomini bilmayman. Ya'ni kapelnitsa ham oldingiz. Kapelnitsangiz. Tomirdan jo'natiladigan suv oldingizmi? Tomirdan suv oldim. Yonbosh. Ukor oldingiz nima? Yonboshdan endi ukor oldim. Qo'llarimni nomini bilmayman. Endi nima desam bo'ladi? Qo'llar polностью yozib berdim. Endi men aplikasiyadan shundoq olib chiqdim. Endi buni mesestrlar o'zi bilar ekan. O'zi bilan endi tushunmadim. Hozir men bir oltini o'qiganim bilan esimda qolmadi. Esimda qolmaydi. Endi bu narsalarga jahligimizdan yetmagan uchun nomini bilmayman. Tushunarli. Bo'ldi. Bu MRTlarda ko'rilmadi-ku, sidek nimalarda analiz olishadi-ku. Yalliqlarni shamollash ekan deb 15 kun oldin davolanadi. Yalliqlarni shamollash deysiz? Ha, yalliqlarni shamollash ekan deb nima qilishdi. Hozir mashq holatida rejaga mashqlar bo'lar ekan-ku. Masalan, qanday desam bo'ladi? Bu yoqqa deysiz, bu yoqqa deysiz, ha? Bularda o'rug'im yo'q. Oyoqni tepaga ko'tarib bo'lmaydi. Mana yonga qilish mashqlarimda og'riq sezmayman. Har qanaqasiga qilaman, yengil. Faqat oyoqni ko'tarib narsa qilib bo'lmaydi. Hozir oyoqni ko'tara olmayman. Klassika simptom deydi. Bo'ldi. Hop. Bir qog'oz gapirib qo'yamiz aka. Video qilaymiz? Video qilib qo'yamiz, ha? Alo. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi bemorimiz asosiy shikoyatlari hozir ko'rib o'tdingiz va muolajadan keyingi holatlari bugungi muolajadan keyingi holatni bir taqdim qilaylik deb syomka qilyapmiz. Bularga tashxis L4-L5 sohasida disk grejasi bor va umurtqa kanallarida stenoz holat, ya'ni umurtqa kanallarini torayishi mavjud. Undan tashqari spondiloartroz diagnozini qo'ydik va uni nevrologik asoratlari bo'ldi va bu kishiga hozir 7 kun davomida точечный massaj, kinezoterapiya uslublari, undan tashqari fizioterapevtik muolajalar, shularni uyg'unlashtirib davoladik. Hozirgi mana 7 kun davomida muolajani oldilar va natijalar yaxshi bo'ldi. Egilishlari, bukilishlari joy-joyiga keldi. Hop, akajon, o'zgarishlar qay darajada bo'ldi 7 kun davomida? O'zgarishlarim yaxshi, doktor. Mana xudo xolasa 99-100% desa ham bo'ladi. Inshaalloh. Yaxshi, inshaalloh xudo xolasa yaxshi o'zgarishlar 100% gacha. Yaxshi. Yana ham endi buni natijasini yuqoriroq natijasini bir 10 kun, 15 kunlarda natijasini yana ham yaxshi ko'rasiz aka inshaalloh. Hop, tekshirib ko'raylikchi harakatlaringizni tushunchi. Hop, oyoq uchida tovonda yurib ko'ring. Yaxshimi? Kuchaymayaptimi og'riq? Aqqa qarab tovonda yurib ko'ring. Kuchaymayaptimi og'riq? Yo'q, yaxshi doktor. Hop, qiyshayishlaringizni ham bir ko'rib qo'yaylik. Hop, umurtqa pog'onalaringizda qiyshaysh bor edi mana. Bugun yo'q mana. 7 kun davomida bo'ldi. Endi o'ngga chapga egilib ko'ring. Og'riq bor edi birinchi kunlari. Yaxshimi? Egilish, bukilishlar. Yaxshi, zo'r. Yaxshi, endi sekin o'tirib turishga harakat qilib ko'ring. Sal oldiroqqa chiqib olasiz. Yaxshi. Og'rimayaptimi? Yo'q, xudo xolasa yaxshi. Yaxshi, endi boshqa shikoyatlaringiz deyarli u shikoyatlar ham yo'qoldi, muammolar. Yo'qoldi. Yaxshi, Alloh shifoingizni bersin. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga.